Yana bu spalnimizning eng qiziq joyi bor. Qarsak chalgan paytda o'chib yonadi. Assalomu alaykum Koson Sifat Mebel obunachilari. Bugungi obzorimizda yangi Istanbul modeli ko'rib turishingiz mumkin. Bu modelimizda yangilangan shkaf. Bunun fasadida eshiklar qo'yilgan, pantograflar qo'yib berilgan. Kiyimlar bemalol qilinib, yana ko'tarib qo'yiladi. Ikkita tortmamiz bor. Bu tarafda polkalar kiyim taxlab qo'yish uchun, uzun kiyimlar uchun eshikka qo'yiladigan tubamiz bor. Xo'p, spalnisiga o'tsak. Spalnisi ikkita tumbadan iborat. Ikkita plafoni bor. Tagi ko'tariladigan. Spalnimizda nasos mexanizmlari joylashtirilgan. Bemalol ko'tarib turib, tagidan bemalol foydalanishingiz mumkin. Xo'p, spalni komplektimizning tirmalariga o'tsak, ramkalar yonadigan qo'yilgan. Tepasida ikkita barxitning tortmasi bor. Taqinchoqlar uchun mo'ljallangan. Xo'p, bulon fasadli ramkalar qo'yilgan. Ikkita yana katta tortmasi ham mavjud. Sutchik ham qo'shib beriladi. Yana bu spalnimizning eng qiziq joyi bor. Qarsak chalgan paytda o'chib yonadi. Albatta buni barchasi hazil. Bu komplektimizda pult mexanizmi qo'yilgan. Bitta bo'lsa o'chadi, bitta bo'lsa yonadi.